Menga qara, adingni tiyib olgini. Bunga qichuq urib pod'ezga ham chiqa olmay qoldilar. Atak shunaqa jonga tegdilar, bor ertalab o'zi deddomga olib borib tashlaymidanmi? Atak duxun yetsani orqaga qarab turishkil o'zlar. Men bir aytishgani bu zo'r narsada hozir o'rab olaman dedi. Menga qarang aka, bir qichuq qildingiz, ikki qichuq qildingiz demadim. O'zingiz tiyib oling. Bolam tinchlikmi, первый встречный so'rab olgani keldingmi buying uchun? Nima, qaroat yemaydimi bolam? Sali seveyni odam emas ekansanlar. Boring. Ada, qo'shni hozirgina ko'zimni ochib ketdi. Onam o'tganlariga 40 yil bo'lgan bo'lsa ham, biron marta o'ylayman mana. Tiqichu joy bo'sha srochno o'tib kelmasak bo'lmaydi. Pasportingizni olib oling faqat. Rahmat bolam. Keling, nima xizmat uka? Xizmat hammomda bo'ladi, ukam. Adamni mas qariyal uyiga oformit qilish kerak. Miya sal dagnat qilmayapti, yoshi o'tib qoldi. O Mara, senga o'xshagan oqpadar farzandli ko'payib ketdi. Oting jinni bo'lsa boylab boqqin degan. Bolam qo'lingni dab-tutkat qilma, pulini beramiz, pul bor, muammo yo'q. Davay. Qo'yib yuboringlar, o'zi ro'zg'or g'ami, tashvishli, shunaqa jonimga tegib ketdi. Bolamni g'ami, ichida dami, qizil qalami. Nima qilaysani? Bu yoqdan, bu yoqdan.